Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Erqo'rg'on bozoriga bugungi narxlarni video obzor qilamiz. Buni nimaga obuna tugmachasini bosib qo'yinglar, like tayamaylar aka-ukalar, xudo xolasa. Biz har doim sizlar uchun bizlar mehnatda. Aka, bular qanchadan? Pomidorlar 25 mingdan. Aka-ukalar 10-aprel sanasi bilan bugun pomidor 25 ming so'm bo'lib qoldi. Bularga 5 baraman dedim, bizga 8 bodring o'tgandan. Bodoringlar achi-ku? Aka, bodoring. Bodring 14 ming. 14 ming. 16 ming. Bu 16 ming so'm orzu. Bo'pti. Galdan 14 ming so'm. Orzu bodoring 16 ming so'm aka-ukalar. Bananlar ham bor. Bu pomidorlar qanchadan? So'radim-da. Mana bu yordamdan 5 tane olib ketdi. Bular 24 ming. 24 ming, ha. Aka-ukalar, qattiq. Sveji pomidorlar 24 ming so'm. Qaramasdan bor aka-ukalar. Ravo chukur, ha. Ravo chukur. 65 ming ha kilosi. Aka-ukalar, bugun 10-aprel sanasi shunaqa narxlar bugun. Qulupnaylar qancha bo'lyapti? 20 dan. Pachkasi o'sha. Bitta turish 20 ming so'm, mana arzon ekan akamizga. Dovchalar qanchadan? Dovcha ham 20 ming. Mana shu turish 20 ming so'm. 8 dan beramiz. Mana dovcha so'ragan aka-ukalar kommentariyaga yozishdi, dovchani video qiling deb, mana dovcha 20 ming so'm bo'lib qoldi. Qashqadaryo Qarshi Erqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar aka-ukalar. Qanchadagi pomidorlar? 26 berdi. Karobka sotasiz faqat. Karobka 25 yarim olib beraman. 25 yarim. Bunisi 24 yarim. Bunisi 24 yarim ya. 24 yarim aka-uka. 10-aprel sanasi bilan bugun shunday narxlar. Gallan bodoringchi? 12 ming arzon qopda mana. Qoptimcha akalar 12 mingdan beradi. Akamiz olib kelaverasizlar mana aka. Dovchani narxi 95 ming kilosi, ravoshdiki qancha bizim ravoshdiki? 65 ming. 65 ming. Anorlar qanchadan? 20 ming so'mdan anorlar. Qashqadaryo Qarshi Erqo'rg'on bozoriga kelaverasizlar. Noklar zo'rlar bor, terib qo'yilgan. Hech puldan noklar? 18 ming so'm. 10-aprel sanasi bilan bugun narxlar shunday. Bularisi qancha? Prezda 40 ming so'm, 10 kilo bo'lsa 14 mingdan tushadi o'rtacha. Aka-ukalar kelaverasizlar. Aka, uzumlar qanchadi? 15 ming. Assalomu alaykum. Husayn uzum ha? Ha, Husayn uzum aka-ukalar 10-aprel sanasi bugun shunday narxlar. Svej turibdi aka. To'y tadbiri bor aka-ukalar bo'lsa, kelib olib ketaverasizlar Erqo'rg'on bozoriga. Mana optimal macha akalarimiz oldiga keldim. Mana bugungi narxlarni hozir videoda qilamiz. Aka, bular pinkilikda kattasi ha bu? Grand Smith ha, aytgan, adashib ketdim. Bunisi pinkilik. Qanchadi bu? 18 ming so'm. Bunisi-chi aka? Bu 17 ming so'm ha. Bu ham 18 ha? Bu ham 18 ming. Maydasi-chi? 17 ming so'm. Mana kripsollar bor. Kripsollar qanchada? 13 ming so'm. Eronniki, sveji tayyor shunday ha, bir xil aka. Bir xil ha. Mana aka-ukalar. Bunisi qancha maydasi? Pinkilik. 14,5 ming so'm. Goldenlar-chi aka? 16 ming. 16 ming qilib berar ekanlar aka-ukalar. Bu nima, semirankanmi? Grand Smith. Grand Smith ekan. Juda o'xshaydi semiranka. Bu 11 ming so'm mana. Sveji turibdi. Faqat maydaroq varianti zo'r mana. Yumshoq qolmagan, hech qanday umuman narsa bo'lmagan. Kelaverasizlar mana 3 ta 2 optim chakalarimiz. Xudo xolasa arzon qilib berishadi. Yangi sabzilar bor, yangi shalg'omlar bor. Qashqadaryo Qarshi Erqo'rg'on bozoriga mana bu. 4 ming so'm bog'i, sabzini 4 ming so'm bir bog'i. Shalg'omniki bir bog'i 3 ming so'm bo'lyapti aka-ukalar. Mana bir bog'i shunday. 3 ta 4 tadan. Shalg'om sabzilar mana ga 4 tadan 5 tadan ekan. 4 ming so'm bir bog'i. Kelaverasizlar aka-ukalar. Mandarinlar qancha aka? Mandarinlar 250 ming so'm yashikka. Bu noklar qanchadan? Bular 150 ming so'm aka-ukalar. Bananlar qancha? Bananlar. Banan 23 ming ekan optim.
Ortamda 23 ming so'm. Apelsinlar bor, kivilar bor. Aka apelsin qancha, kivi qancha? Apelsin qancha kivi? Bu apelsin 27 ming, kivi 25 ming ekan aka ukalar. Qashqadaryo Qarshi Qo'rg'on bozori. Baqalajon bor ekan 30 ming kilo. 30 ming. 30 ming ha G'ayrat aka. 30 ming biza. 30 ming so'm aka ukalar. Miyatalar zo'rlar bor ekan. Miyatalar qanchadan aka? 10 ming 8 ming so'm ekan mana miyatalar aka ukalar. Cherry pomidorchi? 150 ga yaxshilar mana ukalar. Bolgarlar bor ekan. Bu bolgarlar qancha? Bolgarlar 35 ming so'm deb qoldi mana ukalar. Ravoj qancha? 35 ming so'm. Qalampirchi? Qalampirlar 50 ming so'm. Qashqadaryo Qarshi Qo'rg'on bozori, G'ayrat zelinchi seli hamma taniydi. G'ayrat aka oldiga kelaverasizlar aka ukalar.